Hayotingizdagi eng yorqin xotira qaysi? Bir tup anjir ekkanman. Otam o'tib ketgan, onam bemor. Qarasam, anjir 3-4 dona meva qilibdi, pishib osilib turibdi. Haligini terib, o'zim yemay, ko'ylagimni cho'ntagiga solib, o'shani onamga olib kirganim, shu meni she'rimga muhrlanib qolgan. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi suhbatdoshimiz men o'zim ham uzoq vaqt davomida kutgan Regar shahrimiz, Tursunzoda shahrimizning faxri Usmonov Ne'matjon tog'oni oldilariga, bog'lariga keldik. Ushbu suhbatimiz xudo xolasa haqiqiy mehnatkash, hayotida doim ezgulik va adolatni ustuvor qilgan namunali shaxs sifatida elimiz, xalqimiz biladigan bu inson bugun davlat, xalq va halol mehnat haqida samimiy va qadrli suhbat kutib turibdi bizda. Agar ushbu suhbat sizlarga manfaatli bo'lsa, inshaalloh bir-birlaringizga tarqatib, obuna bo'lib, like bosishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli Usmonov Ne'matjon tog'a. Ushbu suhbatimizga, intervyumizga rozi bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Inshaalloh bu suhbatimiz xudo xolasa ko'pchilikka manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat, xush kelibsiz. Xudo xolasa bemalol mana salom-alik sizni ko'rib turgan insonlar bilan qilib olib, inshaalloh o'tishimiz mumkin. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Hoji bobomiz Usmonov Ne'matjon tog'amizda savollarimiz bor, ko'pchilikni qiziqtirsa kerak, ko'pchilikni misol ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Shu xudo xolasa iltimos o'zingizni tanishtirib bersangiz, qaysi vaqtda tug'ilgansiz, nechinchi yilda, qaysi sharoitda, inshaalloh qanday muhitda o'sgansiz, shularni bir xalqimiz bilan ulashsak. Men o'sha paytda Regar deb atalardi. Regar shahrida 1946-yil 7-avgustda dehqon oilasida dunyoga kelganman. Ota-onalarimiz dehqon bo'lganlar, bobo-boy qilonlarimiz hammalari dehqonchilik bilan tirikchilik qilishgan odamlar. Asli otamiz Farg'onada tug'ilganlar. 17 yoshlarida bu yoqqa ko'chib kelganlar. Shu bilan biz shu yerda tug'ilganmiz. Otamiz shu yerda uylanganlar. Kasbimiz asosan dehqonchilik, asosan uzumchilik, sabzavotchilik, hokazo hamma ishlarni ham vaqtida qilib kelganmiz. Hozir shu uzumchilikka kelib taqalib turibmiz. Xudo xolasa do'stlar, qadrdonlar, Hoji boboni Regarda, nafaqat Regarda, butun Tojikistonda asosiy misol mehnat bilan, dehqonchilik bilan shug'ullanadigan va oddiy xalq ham ko'pchilik yaxshi biladigan inson hisoblaymiz. Shu uchun biz birinchi marta mana intervyu olyapmizki, bir shaxs sifatida mehnatkash va xalq e'tiboriga tushgan inson sifatida Usmonov Ne'matjon tog'oni oldilariga keldik. Kelishimizning asosiy maqsadlaridan biri har kuni necha yil davomida hozir so'rab o'tamiz. Qiynalgan insonlar, misol sharoiti og'ir insonlarga kunida misol uchun har kunlik, ya'ni bu oson emas, necha yil davomida misol obedlarini, nonushtalarini misol tayyorlab o'sha insonlarga o'zlarini boshchiligida har kuni shu ishni qilib keladilar. Shu narsalarni Hoji bobo bir aytib o'tsangiz, necha yildan beri mana shu biz bilamiz, ko'pchilik biladi, qiynalgan insonlarni misol uchun ovqat bilan ta'minlab, misol uchun qornlari to'yg'izgan ma'noda necha yil bo'ldi Hoji bobo? Qanday boshlandi? Aslida odam yoshingiz bir joyga borgandan keyin ba'zi narsalarni analiz qilishga vaqt bo'lib qolar ekan. Men kinolarda ko'rganman, televizorlarda ko'rgan edim, o'qiganman. Mana bu Yevropa mamlakatlarida muhtoj odamlarni topishib, ko'chada manaxlar, manashkalar, ularni o'zlarini
joylariga, maxsus joylariga odamlarni olib borishib, monastirlariga, o'sha yerda ularni yuvintirib, kiyintirib, ovqatlantirib, joy yo'llariga o'sha yerda yotoq joy qilishib, bemorlarni qarashib, hokazo shunaqa ishlar bo'lar ekan. Men nima uchun biz musulmonlar ularni biz jannatni bo'sag'asiga ham yaqinlashtirmaymiz, jannat bizniki deymiz-u, nimaga ular bu ishni qiladi-yu, bizni musulmonlarda bunaqa ishlar yo'q, bo'lsa ham juda ham kam deb yurardim. Xudo hay bir yerdan joyni ro'para qildi, uni sotib olishardim. Xo'p, xayriya oshxonasi ochdik. Xo'p, odamlardan surishtirib, izlab, o'sha turmush tarzi og'irroq bo'lgan insonlar, bola chaqasi tashlab ketgan, yakka qolgan chol kampirlar, befarzand oilalar, bir o'zi ham mayib bo'lsa, ham kambag'al bo'lsa, shunaqa yosh bo'lsa ham o'zi mayib, ham kambag'al, shunaqa insonlarni, yoki yetimlari bor, boquvchisi yo'q, bir ayol qolib ketgan, shahar sharoitida o'zidan o'zi bo'lmaydi. Shularni yig'ib har kuni bir mahal birinchi, ikkinchi ovqat, yana bittadan non. Shu bilan 19-yildan beri 6 yil bo'ldi. Ancha vaqt o'tdi. Ularni miqdori yo ko'payib qoladi, yo kamayib qoladi. Ularni miqdori 40 kishidan to bir vaqt 100 kishi, 120 kishigacha ham Chiqadi. boradi. Onda sonda. Xudo xolasa, mana 2019-yildan beri shuning uchun ham bejizga aytmadikki, u kishi haqiqiy mehnatkash, hayotida doim ezgulik va adolatni ustuvor qilgan namunali shaxs deb so'zimiz boshida behuda aytmadik. Hoji bog'ni yana savollarimiz bor. Halol mehnat sizning hayotingizda qanday o'rin tutgan? Aslida halollik, nima halol, nima harom, shariat hukmlari, bularni endi inson yoshligidan o'rganib borish kerak. Asosiy dars mana shu. Endi otalarimiz mirishkor dehqon bo'lganlar, lekin halolliklari ham bo'lganda, o'sha paytda topganlardan ushur berishgan, birovga bitta non berishgan yoki mollardan zakot bergan, shularni biz yoshligimizdan ko'rib katta bo'lganmizda. Shuning uchun shu ruhda tarbiya olganmiz. Qo'limizdan ish kelib voyaga yetgandan keyin o'sha otalarimiz qanaqa qilib ro'zg'or qilishgan bo'lsa, biz ham o'shalar yo'lidan yurib, o'shalar yo'ldan ketganmiz. Dunyoga bir kelib ketadigan odam bo'lsak, keyin bu yerda Robbim bu dunyoda nima amal qilishliklarini hammasini ko'rsatib qo'yibdi kitoblarida. Nima yaxshi, nima yomon, qaysi yo'ldan yursang jannatga borasan, qaysi yo'ldan yursang do'zaxga borasan, nima qilish halol, nima qilishlik harom, hokazo hammasini ko'rsatib aytib qo'yibdi. Endi har kim o'ziga rahmi keladigan odam bo'lsa, shu ertaga o'sha Robbimning huzuriga yana qaytib borishini biladigan odam bo'lsa, endi noma'qulchilik qilmasdan, to'g'ri yurib, to'g'ri turib, birovni haqini yemasdan, birovga ozor bermasdan shu umr guzaronlik qilsa, nur ustiga nur, yana topgan molidan
zakot berishlik, dehqonlar ushur berishlik, hop, ehson qilishlik, bu narsalar bilan shu boradigan joyiga bormasdan turib, har kun jichcha dasturxon jo'natib turish kerak ekan. Yaxshi amallar. Shuning uchun men bir mol so'ysam, o'shani bir qismini uyda pishirib, yosh go'daklarda yaxshi ko'raman. Borinki esini tanib uyaladigan bo'lgan bolalar, ular kelisholmaydi. Undan kichkinalar 70-80 kishi bo'lib ketishadi. Go'sht pishguncha hovlida u yoqqa qarab yugurishadi, bu yoqqa qarab yugurishadi. Keyin o'tirg'izib hammalarini oldiga ovqatlarni qo'yib, narsa qilib, choy poylari bilan haligini ko'rib, keyin odam rohatlanasida. To'g'ri. Mazasi boshqacha bo'ladi. Endi haligi qolganining bir qismini keyin xona uylariga taqsimlab beriladi. Shu paytda odam o'zingiz qilgan ishingizdan, amalingizdan taskin topasiz. Lekin buni qilguncha uni mazasini bilmaysiz, odam e'tibor bermaysiz. Endi odamlarni ham hozir qishloq shu narsani odamlarni shu narsaga da'vat qilib, odamlarni o'rgatyapmiz. Mana qishloqda anchagina shogirdlar paydo bo'lgan. Ularni xudo andalari, qarindosh urug'lari boshqa qishloqlarda, xullas shunaqa bo'lib, hozir bizning rayonimizda xususan shu yil ancha iftorliklar shunaqa tarqatib berildi yo'qchilik odamlarga. Do'stlar, qadrdonlar, mana shu Hoji bobomizni mana suhbatlarini hozir eshitdilaringiz. Mana shu 2 yil davomida, mana shu 2 yil bo'ldi. Asosiy tashabbus qilgan regardagi insonlardan biriki mana iftorlik Ramazon vaqtida xonadonlarida, misol uchun o'ziga to'q insonlarni chaqirib o'sha narsalar qorinlari to'yg'izgandan ko'ra qiynalgan xonadonlarga yetkazib berishdi. O'zlarini hamma ham o'zini uyidan boshlaydi, mahalla, shahar, rayon, misol respublikaga o'tib ketadi. Mana shu tashabbuslarni qilib, mana qishloqlarda, yana boshqa qishloqlarga ham mana shu tashabbuslari chiroyli tarzda amalga oshirilyapti. O'z erkinligimizni o'zimizni qo'limizga berib qo'ydi. Xudoga shukr. Mana masjidlarimiz ochiq, borib namozlarimizni o'qib kelyapmiz. Lekin degan joyi bor. Bu dindorlarimiz yaxshi bo'lardiki, ko'proq xayri ehson to'g'risida gapirishsa, amr ma'ruf qilishsa, odamlarga uni naqadar savobi katta ekanligini odamlarga amr ma'ruf qilishsa, ehson qiladigan odamlarni soni ko'paysa, bu mamlakatimizda kam ta'minlangan oilalarni sonini kamaytirishda mamlakatga biz dindorlar o'zimizni katta hissamizni qo'shgan bo'lardik. Endi haliga aytgandek, dindorlarimiz aytsaki, ey birodar, davlat senga ehson qilmagin degan yo'q. Ehsonni qilgin. Otangga maraka beradigan bo'lsa, buyog'i sharoiting yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bitta molni so'ygin, otamni marakasini qilyapman deb. O'shani yetimlarga, muhtojlarga uyma-uy tarqatib bergin. Qani sen nimaga mol so'ydingdir ekan? Bu hammasi haliga aytgan Ramazonda qiladigan iftorliklarimiz ham. Bular hammasi bo'lib, bu haliga aytgandek kam ta'minlangan oilalarni sharoitini yaxshilashga olib boradi. Buni ko'proq shularda amr ma'ruf qilish kerak. Shular to'g'risida ko'proq gapirilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Inshaalloh.
Endi bu yerda bir yana nozikroq masala bor. Hozirgi paytda yoshlarimiz orasida shu betartiblik deymizmi, odobsizlik deymizmi, shunaqa narsalar ko'proq ko'zga tashlanyapti. Aytaylik, aslida men boshida aytib o'tganim, otamizni qilgan ishlarni ko'rib, biz ham shu yo'ldan otamizni arkasidan yurib qoldik deyildi. Shu keyingi vaqtda dunyoviy ilm bilan diniy ilm ikkalasi bo'lakma-bo'lak bo'lib qoldi. Diniy tarbiya, diniy ta'lim o'zini yo'liga, alohida dunyoviy ilm, dunyoviy ta'lim o'zini yo'lida bo'lib qoldi. Menimcha buni ikkalasini barobar olib borsa, odamlarimiz diniy tarafdan mukammal bir ma'lumotga ega bo'lib voyaga yetishardi. Chunki prezidentimiz muhtaram Emomali Rahmon o'zlarining bir qarorlarida xalqimiz islomda nima ekanligini o'rgansin, dinda nima ekanligini o'rgansin, har kimni gapiga ergashib ketib qolmasin, bo'ray raviyalarga qo'shilib ketib qolmasin, shu islomda nima ekanligini o'rgansin deb Qur'onni tarjimasini shu Tojikistonda hamma oilalariga shu narsani bepul yetkazib berdi. Endi buni o'qigan o'qib, o'qimagan o'qimay qoldi. Yana yoshlarimiz diniy ta'limdan uzoqroq bo'lib qoldi. Endi bu meni o'zimning shaxsiy fikrimki, mabodo shu yoshlarimizga diniy ta'lim o'rgatadigan mutaxassislar, aytaylik, Islom universitetini bitirgan insonlar shu maktabda din to'g'risida, haqiqiy din qanaqa bo'ladi, islom qanaqa bo'ladi, bu to'g'risida bir yoshligidan bir tushuncha hosil bo'lsa, bolalarda ertaga voyaga yetib mana Rossiyaga ketishyapti, islom nima ekanligini bilmaydi, din nima ekanligini bilmaydi, kim nima desa haligi arkasidan ketib qolayotganlar ham uchrab turibdi. Keyin islom tarbiyasini olgan bola otasini qaraganda qarovsiz qo'ymaydi. Xalqiga, vataniga muhabbatli bo'ladi. Misol uchun Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, ilm Xitoyda bo'lsa ham borib o'rgangin degan hadislar bor. Vatanni sevmoqlik iymondandir degan yana bir hadis bor. Shunga o'xshash narsalardan yoshlarimiz bexabar qolyaptimi demoqchiman. Xudo xolasa bir chiroyli inshaalloh ko'pchilikka bir o'rnak bo'ladigan suhbatlar bo'lyapsiz. Suhbatlaringiz juda ham bir ta'sirli. Endi Hojibo ko'pchilikka misol uchun qiziq bo'ladigan ba'zi bir savollar bor. Hozir shu savollarimiz xudo xolasa bir 6 ta savol bor. Shu savollarimizni misol blitz savol deymiz. Qisqa savollar, qisqa javoblar. O'zingizga nima deydi? Hayolingiz, savolimizdan keyin hayolingizga kelayotgan birinchi javoblarni sizdan
shu kutib qolib shu savollarni bermoqchimiz. Birinchisi, yaxshi inson qanday bo'lishi kerak? Yaxshi inson boy bo'lish shart emas, badavlat bo'lish shart emas, o'qimishli bo'lish shart emas, Qur'on yod olgan bo'lishi shart emas. Oddiy, ko'ngli toza, qalbi toza odam bu yaxshi inson. Ikkinchisi hojibo, hayotingizda sizga ilhom bergan, ya'ni mana shu ishlaringizga ilhom bergan shaxs kim deb sabab bilasiz? Endi biz kolxoz davrida yashab, ish o'rganib voyaga yetganmiz. Men kolxozda brigadir bo'lib ishladim, tabelchi bo'lib ishladim, agronom bo'lib ishladim. Men shu Xudo rahmati Asqar Ali Mirzayev xo'jaligida raisi bordilar. Bu ishlarda qanday yondoshlik, halollik, bularni dehqonchilik sohasida avval otamdan o'rgangan bo'lsam, keyingi ustozimiz Asqar aka Mirzayev. Shu kishining yo'lida, otamiz yo'lida yurdik. Keyingisi dalada Asqar aka Mirzayevni ta'limlarini olganmiz. Tushunarli. Uchinchi savolimiz. Yoshlikdagi eng katta orzungiz nima bo'lgan? Birinchi kelgan fikringiz hozir hayolingizda. Endi yoshlikda ham meni ko'nglim bir tarafi shu muhtoj odam, muhtoj bolalar, hokazo shu muhtoj odamlarni tarafida bo'lganman. O'shalarni krugiga yaqinroq yurishni xohlaganman. O'zi Alloh taolo ham odamni orzusini, ilhomini harakat bo'lsa, Xudo xolasa erishtiradi deganda mana erishdingiz. Muhtoj oilalarni mana 6 yildan beri deyapsiz-ku, qiynalgan oilalarga bir mahal taom berib, savobga olyapsiz inshaalloh. Xo'p, 4-savolimiz. Hayotni bitta gap bilan ta'riflasangiz. Hayot deb nima o'zingizda tushunchangiz bitta gap bilan? Hayot bir katta maktab. Yaxshi o'qisangiz, a'lochi o'qisangiz, shu yaratganni huzuriga yorug' yuz bilan borasiz. 5-savolimiz, xalq uchun xizmat qilish nima ma'noni beradi? Bu dunyoga hammamizni ham Alloh taolo to'rt mijamizni sog' qilib yaratib qo'yibdi. Har kim qo'ldan kelganicha har bir sohaga, kimdir u sohaga, kimdir bu sohaga bir o'zini ko'magini qilish kerak. Tekinxo'r bo'lish kerak emas. Odamlar olayotgan nafasga tekinxo'r bo'lib, ularning nafasiga sherik bo'lmaslik kerak. Har kimda o'rni bo'lish kerak. Har kim qo'lidan kelganicha shu xalq bilan birlashyapmizmi? Xalqni xizmatida bo'lishimiz kerak. Qisqa savol javoblarimizni so'nggisi 6-savolimiz. Hayotingizdagi eng yorqin xotira qaysi? Buni ko'proq o'ylash kerak.
Endi hayot davomida o'zingizni bir umr misol uchun 50 yil oldin bo'lgan bo'lishi mumkin, 30 yil oldin bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu bir nima borki, yo xursand qiladigan bir xotira bo'ladi. O'sha narsa qaysi bo'lishi mumkin? Bu farqi kecha bo'lgan bo'lishi mumkin, mumkin-da endi. Endi esimda qolgan bir nimani aytamanu. Bu gapni eshitgan odamlarga o'zimni nasihatim, otasi bor, onasi bor insonlar. Men bir tup anjir ekkanman. Otam o'tib ketgan, onam bemor. Qarasam anjir 3-4 dona meva qilibdi, pishib osilib turibdi. Haligini terib o'zim yemay ko'ylagimni cho'ntagiga solib o'shani onamga olib kirganim shu meni she'rimga muhrlanib qolgan. Ertaga topa olmas ekanmiz. Otamizni, onamizni, yaqinlarimizni ertaga topa olmas ekanmiz. Kelinglar hozir shu bugundan boshlab otasi bor, onasi bor yigitlar, qizlar shu ota-onalaringizni xursand qilib ko'ngli olishga harakat qilinglar. Ertaga kuni topolmay qolar ekanmiz. Mana biz suhbatlarimizni, savollarimizni sizga bermoqchi bo'lganlarimizni berdik. Javobingiz misol uchun biz kutgandan ham ortig'i bilan chiroyli javoblar oldik. Inshaalloh Xudo xolasa balkim bu yana vaqti kelganda yana bir suhbatlarimiz bo'lar. Endi ko'pchilikni qiziqtirgan bir narsa bor. Mana shu endi bu qiziqtirilgan nima deydi? Ko'plab davlat rahbarlari xonadoningizga, bog'ingizga tashrif buyurgan. Misol mana shu tashriflar bu hazil narsa emasda, hazil narsa emas. Shu sizda shuncha misol million xalqning ichidan shuncha rahbarlar sizni mehnatingizni qadriga yetdi. Xususan o'zimizni davlat rahbarimiz, boshqa rahbarlar davlat O'zbekiston, Rossiya, misol Belorussiya biz ko'rganlarimizda ushbu mehmonchilik sizni naqadar xursand qilgan. Ushbu mehmonchilik davlat rahbari birinchi bor sizni bog'ingizga, xonadoningizga qachon tashrif buyurgan? Birinchi mamlakatimizda rahbari muhtaram prezidentimiz Emomali Rahmon bu kishi kelganlar. Bu paytda sharoitlar o'ziga yarasha edi. Bir joyda suhbat qilganimizda men to'g'rimda eshitgan ekanlar. Sen bog'ingga bir borib ko'raman deb menga va'da berdilar. Va'daga muvofiq keldilar. Ana hozir endi har yili yoki 2 yilda bir bor kelib holimizdan xabar olib bog'larimizni ko'rib biz ham o'shanga javoban uzumlarni, yangi navlarni chet davlatlardan shu bog'bonlar shu mamlakatimizni taraqqiyotiga bizni qilayotgan hissamiz chet mamlakatlardan uzumlarni yaxshi navlarini, yangi navlarini olib kelib bu yerda payvand usulida, qalamcha usulida bularni ko'paytirib rayonlashtirib respublika tarqatgan sortlarimiz anchagina. Ana O'zbekiston prezidenti mehmon bo'lib kelganlarida ketishda vertolyot bilan ketdilar. Bu yerdagi uzum bog'larida minglab gektar uzum bog'larida vertolyotda ko'rib borgandan keyin Farg'ona viloyatiga 3000 gektardan ortiq yerda bog' qilinglar deb
buyruq berib uzumga havas qilganlarda. havas qiling. Do'stlar, qadrdonlar, ushbu savolimiz nima uchun so'nggi savol bo'ldi? Xudo xohlasa, hali uzumlar pishgani yo'q, hali vaqti bor. Shu savolni berdik. Inshaalloh bu savolimizni davomi sifatida Alloh nasib qilgan bo'lsa, keyingi suhbatimizga mana shu uzumlar pishgan vaqti kelib, Hoji bobodan navlarini, yana maslahatlarini ko'rsatib, sizlarga taqdim etamiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa, taqdim etamiz. Inshaalloh. Hoji bobo, katta rahmat. Suhbatingiz juda qadrli bo'ldi biz uchun. Halol mehnat va insoniylik hayotning eng qimmatli qadriyatlaridir. Sizga sihat salomatlik tilaymiz. Umringizga Alloh baraka bersin. Mehnatlaringizda rohatini ko'ring. Inshaalloh sizga o'xshagan, misol uchun 80 yoshda ham, 100 yoshda ham inshaalloh mehnatdan charchamaydigan insonlar ko'paysin. Sizga uzoq umr tilaymiz. Bir xayrlashib, bir nimangizni oxirgi so'zlarimizni aytib qo'yishimiz mumkin. Salomat bo'linglar. Sizni bizni baxtlarimizga el yurt mamlakatlarimiz tinch Ilohim. bo'lsin. Yaxshi yashash uchun hamma sharoit muhayyo. Qo'lidan kelgan odam, harakati bor odam qilib yashab yuribdi. Ilohim. Mamlakatlar tinch. Mashinalarimizni ko'chaga qo'yib, uyda uxlayapmiz kirib. Birov sen qayerga boryapsan, sen qayerga ketasan demasa. Shu mamlakat o'zimizniki, shu mamlakatda tinchligiga, taraqqiy qilishiga, obodgarchiligiga men o'zimni shunga toishasiga hissa guzor deydi. Men o'zimni shunaqa deb o'ylayman. Barchamizga ham Alloh himmat bersin. Yashab turgan mamlakatimizni ozgina oldinga qarab yurishligiga jichcha yordam qilsak, shu mamlakatda ertaga sizni bizlarni farzandlarimiz, nevaralarimiz tinch totuv yashaydi. Inshaalloh. Hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Yana qandaydir savollar bera olmay qolgan bo'lsak, kommentariyalarga yozib bizga eslatinglar. Alloh nasib qilib yana suhbatimiz, xudo xolasa bunisi bo'lishi uchun sizlarni e'tiborlaringiz juda muhim. Videoni qanchalik ko'p tarqatsalaringiz, obuna bo'linglar, shunchalik ko'p insonlarga manfaat bo'ladi. Chunki Regar shahri, Tursunzoda shahrimizning eng faxrli insonlaridan biri Usmonov Ne'matxo'ja aka. Salomat bo'linglar.